Assalamualaikum dostlar. Assalamualaikum kichik dostlar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga bog'bon va bolalar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga bog'bon va bolalar degan kitobni o'qib turaman. Bog'bon va uning bolalari. Burungi zamanda nihoyatda ishchan bir bog'bon o'tgan ekan. Uning o'zi ajr qilib ahya qilgan go'zal bog'i bo'lib, bog'da har xil mevalar bor ekan. Bobay o'z amgaki badinligan kelgan mevalarning huzurida bayashot yashaydi ekan. Bobayning 3 o'g'li bo'lib, ular tayyorlanib, uzib-chechib, bahramand tomosha qildi ekan. Hech ish bilan kari bo'lmaydi ekan. Kunlarning birida bobay kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qoldi. Buning bilan bog' tashlanib qoldi. Shu yili bog' hosil bermabdi. Bobayning o'ynati g'urbatchilik besibdi. Natijada bobayning kasali texmi og'irlashib ketibdi. U ko'z yumish oldida o'g'illarini chaqiribdi va mundoq debdi: "Bolalarim, sizlar mening bag'rimda xushal-xuram kun kechirdinglar. Amdi men oxirat safar qiladigan o'xshayman. Qolgan gap sizlarda qoldi. Bundan keyin har qatim choy ichganda qand solmay ichmanglar. Bu birinchi vasiyatim. Ikkinchi vasiyatim, bobay burun mushu baqa oltin yombu ko'mib qo'yibdi ekan. Ko'milgan joyi aniq bilmayman. Esimda qolishicha bir tuma katman chaqurliqda emish. Shuni tepib beshinglarga kun tushganda... Bir dakika. Bog'bon ana darmon qilarsizlar. Bog'bon ana shularni deb olamdan o'tibdi. O'g'illar qo'llariga katman ilib bog' ichini og'dirishga boshlabdi. Oltin yombi ko'milgan joy topilmabdi. Ular katman tepishni davomlashtiribdi. Issiq tomuz kunlarning bir tushligi o'g'illar terlab pishib, qo'rsaqi ichib bog'dan uyga kiribdi. Onasi ularga qetib qolgan parcha piroq nonlarni choyga chilab ilib kelibdi. Choy ularga xuddi qand solgandek tetib ketibdi. "Ono", debdi o'g'illar. "Bu chog'da qand solganmidingiz, bolalarim?" debdi mo'may. "Dadanglar aytgan qand solgan choy ana shu. Tar oqizib ishilab yegandan mushundoq tatliq bo'ladi." O'g'illar ruhlanib bog'da katman tepishni, hiliqi oltin yombilarni izlashni davomlashtirib beribdi.
Çizliki bağdaki meyveler şundak okşar ketiptim. Şah kötürelme kaptı. Alma şaptı neşbet üzümdek meyveler çıkışa başladı. Lale yakutdek gözü kamaştırdıken. Ana depti oğullar. Bağını yol boyu kezip aktırdık. Dadam etkan baylığı hiç yerde tapamadık. Senin ballerim depti Mumay oğullarga bağlap ketken meyvelerini körsetip durup. Sizler izdigen altın yağmur ana şakta duruptu. Oğullar da seni sözünü Tigige emdi yitipti. Huzur halayet ve baylığını cepalık emgek ve ecridin kildiğanlıqını düşünüptüm. Makal emgekini tigi rahat. Hoş balla. Ben bugün sizlerle kitap okudum.